Yana bir bor assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun ko'rib turganingizdek survival dunyomizni davom ettiramiz va videoga olishdan oldin ozgina narsalar qildim. Jumladan elitralar ham topib keldim. Bugungi videoni biz bedrockni olishdan boshlaymiz albatta. Bu bloklarni ham keyin bu yerga olib keldim. Hozir men Ender Dragonni o'ldirib bo'lganman, lekin bedrockni olish uchun biz yana End portalga qaytib borishimiz kerak. Shuning uchun qanunda go. Nimaga bu otilmayapti? Oh my god. Va nihoyat yetib keldim. Ko'rib turganingizdek, bu allaqachon yoqilgan, chunki men Endga borib kelgandim. Qanunda ketdik. Xo'sh, hozir men qilayotgan narsani qilsangiz, siz ham bedrockni olishingiz mumkin. Buni yo'q qilish kerak endi tezroq. Yo'q bo'l. Va hozir ko'ramiz. Xo'sh, yaqin atrofda bedrock yotgan bo'lish kerak. Bu yerda yo'q-ku, tekshirdim. Ishqib ishlagan bo'lsin. Xo'sh, bu yerlarda yo'q. Bu yerlarda oh my god, bedrock. Yo. Oh, hozir. Yo. Oh my god, yana qilishim kerak menda. Yaxshi ham menda bulardan juda ham ko'p bor. Mayli, sen shu yerda turib tura qol. Men yana bittasini olishim kerak. Okey. Endi yo'lni bilib oldingiz, siz ham bemalol buni qilsangiz bo'ladi. Va bu yerga buni qo'yamiz. Xo'sh, buni yana sinab ko'ramiz. Qo'yamiz va buni tezda yo'q qilishimiz kerak. Yo'q bo'l. Va ko'ramiz. Oh, mana bedrock. What? Bedrock. Endi buni hech qachon yo'qotmayman. Menda yana g'oya bor. Bu hamma o'zimizning end kristallarimizga bedrock olsak nima bo'ladi shunda? Bu ham yaxshi g'oya, lekin xo'sh, hammasini qilib bo'ldik va bizda 4 ta bedrock bor. Qanday chiroyli bular. Ayniqsa survivalda olgan bo'lsang. Qanunda ketdik. Va bedrock bu yerga qo'yamiz. Haligacha o'zimga ishona olmayman qanaqasiga. Buni chiroyli turishini qarang. Qolganlarni esa bu yerga solib qo'yamiz. Bu elitralarni topgandim. Keyin ozgina kuchaytirish ishlarini olib bordim. Xullas shunday gaplar. Xo'sh, endi bizga okean topishimiz kerak. Chunki okeanda bizga kerakli juda ham ko'p bloklar bor. Biz hamma blokni yig'moqchimizku axir. Boltamga uyimni koordinatalarini yozib qo'ydim. Endi bundan bemalol topib kelsam bo'ladi. Va nihoyat uyga qaytdim. Ocean Monument topmagan bo'lsam ham bu bloklarni ko'rib turishingiz mumkin. Shu bedrockdan keyingi deyarli shu 3 qator to'lgan hamma bloklarini olib kelishga ulgurdim. Va bu yerga bitta baliq ham olib keldim. Qani. Mana kichkinasi, hozir shuni olib keldim. Va menimcha bularni ham topdim yo'lda. Biroq ferma ham qurib yuboramiz menimcha. Va mana ko'rib turganingizdek bizning ferma ham tayyor. Va men bir narsani unutibman, o'zimda bor blokni qo'yishni unutibman. Adashmasam bu blokni hali qo'ymagandim va bundan ham nimadir blok yasasa bo'ladi, adashmasam. Yo'q, bo'lmas ekan. Okey. Hali qo'ymagan bo'lsam kerak. Hozir pastni ham tekshiramiz. Va yo'q, hali buni qo'ymagan ekanman, shuning uchun bu sandiqni ham to'ldirib qo'yamiz. Va menimcha bugunga shu yetarli bo'lsa kerak. Eng qiziq joyda bedrockni oldik biz.
Xo'sh, kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammangizga xayr. Va bu dunyoda biz 12 kun survival qilibmiz. Hammangizga xayr.